Tikuv har kungidek shovqin. Mashinalar tinmaydi. Barcha o'z ishi bilan band. Ammo Zuhraning yuragi bezovta. Soatga qaradi. Asr vaqti kirgan. Ko'nglidan Allohim, namozimni o'z vaqtida o'qishni istayman. Iltimos, o'zing yo'l ochgin, deya ilinj ila duo qildi. Sexda esa namoz o'qish taqiqlangan. Rahbarlar buni yoqtirmaydi. Shunda ham u berkinib, hech kim ko'rmaydigan joyda namozlarni o'qib olardi. Bugun barcha rahbarlar va nazoratchilar shu yerda. Bir zumda kutilmagan hol yuz berdi. Tikuv mashinalar birin-ketin to'xtab qoldi. Hamma shoshib qoldi. Rahbarlar hayron. "Tok bormi? Nima bo'ldi?" deyishyapti. "Bor, lekin mashinalar ishlamayapti" degan javobni eshitgach, tezroq usta chaqirishni aytishdi. Zuhra shu payt sekin burchakka bordi. Qo'lini ko'tarib pichirladi. "Rahmat senga Robbim" deb duo qildi. U o'sha yerda asrni o'qidi. Sajdada ko'z yosh to'kdi. Namozni tugatgach, mashinalar yana ishga tushdi. Hech kim sababini bilmasdi. Faqat Zuhra bilardi. Alloh uning duosini eshitgan edi. Kim Alloh uchun vaqt ajratsa, Alloh unga yo'l ochib beradi. Ba'zan mo'jiza degani shunchaki chin yurakdan aytilgan bir duoning ijobati bo'ladi.